Hop, bugun modifikatorlarni ko'rib chiqamiz. Modifikatorlar nav. Demak, biz ham men aytdim, biz kulolmiz, primitivlar loy, yana to'proq va hokazo dedim. Endi bu modifikatorlar bizga loya ishlov beradigan instrumentlarimiz. Birinchi bu instrumentlarni ko'rib chiqish uchun bizga bir choynak kerak bo'ladi. Bir choynak choy. Demak, choynak qisamiz. Ozgina segment beramiz. Chut 7-8 dona. Endi modifikatorlarni ishlatib ko'rishga o'tamiz. Birinchi ko'radigan modifikatorimiz, men yaxshi ko'radiganim FFT. Demak, modifikatorning birinchi harfini yozsak, masalan F dan knopkani bossak, yana F bilan boshqa modifikatorlar chiqardi. Shuning ichida yana FFD 2x2x2 deganni bosamiz. Buni olib qarang. Yana bizda 2x degan bu tomoni 2 nuqta, bu tomoni 2 nuqta, bu tomoni 2 nuqta degan. Endi men bu modifikatorning ichiga kirib bilaman. Qarang, modifikatorning ichiga kirib bo'ladimi yo'qmi, nerdan bilsak bo'ladi. Bu yerda modifikatorni bergandan keyin bu yerda strelkasi paydo bo'ladi. Demak, buni ichiga kirib bo'ladi. Kirib bo'ladi, demak girish kerak. Giramiz. Girish uchun ya bir degan knopkani bosish kerak. Hamma modifikatorda shunday. Ya o'zi to'g'ri ustuna bosamiz. Keyin shu nuqtaning birsini belgilaymizda buni tortamiz. Ko'rdingizmi? Demak, buni belgilab turib obyektni o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, cho'zsak bo'ladi buni yana. Kichiktirsak, ko'pincha 3 narsa uchun ishlatiladi. Oyna eshiklarni qo'ygan vaqtda, masalan, vazifadan bor, uyni diklayajak vaqtda oyna eshikni qo'yamiz. Razmeri to'g'ri kelmasa, shu bilan razmerlarni to'g'rilashtirib qo'yamiz yana. Xo'p, demak, FFT 22. Endi bizda boshqa yana FFTlar boradi. FFT 3344 ga boradi. Masalan, 33 ni bersam yana, mana yana 3 nuqta, mana yana 3 nuqta, mana yana 3 nuqta paydo bo'ldi. Endi buni ishlaydi. Yana ichiga kirib bo'ladi. Girish kerak. Giramiz, bu yerni belgilaymiz, tiklaymiz. Bu yerni belgilaymiz. Keyin masshtablashtirish qaysi knopkada? To'ppa-to'g'ri R knopkasini bosamizda kichaytiramiz. Ko'rdingizmi? Mana 3 knopka bo'ldi. Endi bunda o'zgartirish imkoniyati kengaydi. Buni modifikatorni o'chirsak bo'ladi. Belgilab turib, mana musorchalarga bossak o'chadi va shunga o'xshab FFT 44 ham bor. Demak, bilan ko'rdik. Keyingi modifikator shell bilan extrude. Demak, bular extrude faqat mana bu chiziqlarda ishlaydi. Bergani obyektlar ham 3D obyektlar berib qo'yamiz. Extrude nav ishlatadi, qarang. Extrude navda boradi, yodlaringizda bo'lsa, bu edit polida extrude degan funksiya boradi. Buni chataradi, to'ppa-to'g'ri o'stiradi. Shu yuzani ham dattirib o'stirish mumkin. Endi qaranglar. Buni chap o'stiramiz. Hozir shuni ko'ramiz. Demak, sizlarni belgiladim, yo'qsa bu shakl chizadi. Qiziqlar qo'yish uchun, masalan, shuni yana shakl chizdim. Yesni bossam, yo ikki nuqtani birlashtirib beradi. Yesni bosaman, modify listga giraman. Eni bosaman, yana extrude bosaman va chizigim ko'tariladi. Endi bilingizlarmi? Uydan 3D aytishimizni planni chizib chiqamiz, extrude beramiz, uy tiklanadi. Demak, mazmunni kopyalataman. Shellni ko'rsataman, demak, extrude'ni o'chirib tashlayman va unga shell beraman. Shell ham shu extrude'ni o'zi. Bunda sal farqi, masalan, bunda faqat extrude DP'ga qarab o'stirsa, bunda ham DP ham pastga qarab o'stirish mumkin. Yana bir narsa, buni oddiy obyektlar ham 3D obyektlar ham bersak bo'ladi. Masalan, bunga shell beradigan bo'lsam, choynakim choynakim shunday qalinlashadi. Demak, extrude bilan shell. Qaranglar, bu funksiyalarni ishlash prinsipi bunday. Masalan, menda bir line bor. Line. Keyin men buni ichidan yana bir line chizaman. Hozir bir ikki line ham отдельно obyekt bo'lib turibdi. Men bularni attach etib olaman. Demak, buni o'tamizdan attachni bosamiz, keyin bunga kiramiz. Agarda chiziqimni ichida yana bir chiziq bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu yerda bir chiziq ketdi, ichida yana bir chiziq bor. Bunga shell bersam yo extrude bersam, buni ichi o'ydib bo'ladi. Mana xonani chiziqi masalan. Agar yana bir ichi o'ydib bo'lmasa, yana bir chiziqimiz bo'lmasa, bunga shell bersak, bu ichi men to'la bo'lib chiqadi. Farqi shunda. Buni hozir uyni 3D etib ko'ramiz, shu vaqtda ko'rsak bo'ladi. Keyingi modifikatorimiz symmetry, demak, bu shellni o'chirib tashlayman. Symmetry yodlaringizda bo'lsa, bu yerda mirrorni o'tdik, bu yerni aylantirib tashlaydi. Lekin sal farqi bor. Demak, symmetry kiramiz, qaranglar. Obyektni o'zini ban tarafini olib turib, yana kopyalab tashladi. Lekin bu bir obyekt bo'lib turibdi yana. Yo, hozir yana x oku bo'yicha symmetry etdi. Xullas, y oku bo'yicha aytamiz. Endi y okuda endi
ikkani bir xil chaynikni z toki bo'yicha simmetriya etsak bo'ladi. Ya'ni bu bir obyekt bo'lib, bu yerda bir-birini yopishtirib beradi mana. Endi qaranglar, simmetriyani yonmashinimizda strelka bu binoda yana buni ichiga girib bo'ladi yani. Girib bo'lamiz, значит girish kerak. Qaysi knopka bilan giramiz? To'ppa-to'g'ri 1 bilan giramiz. 1 ni bosamiz. Keyin masalan yana x toki bo'yicha sursam, yana simmetriyani chop surib bo'ladi. Aylantirib bo'ladi. Shuning bir antika obyektlarni yasasak bo'ladi. Simmetriyaning foydasi ko'p, hali uni xudo xolasa kurs davomida ko'rib o'tamiz. Lekin hozircha shunday funksiya bor ekanligini ko'rib ko'rsak bo'ldi. Xo'p, modifikatorlar bo'yicha yana aytish mumkin bo'lgan narsa bir zo'r gap bor. Qaranglar. Modifikatorni men yana simmetriyani poli chaynikni o'zina berdim. Lekin buni chaynikni masalan o'zim obyektni bir qismini bersak bo'ladi. Buni chatib aytamiz. Masalan, simmetriyani o'chiraman. Hop. Masalan, nuqtalar o'taman. Qop-qop qilib belgilayman, ustidan FFT44 beraman masalan. FFT44. Endi ichiga kiramiz. Qaranglar, FFT44 kur nuqtalarga berildi. E'tibor bering, FFT44 kur nuqtalarga berildi. Buni yana nereden bilsa bo'ladi? Qaranglar, FFT'ning doğrusuna yana 3 tane nuqta o'tibdi. Edit polining ustidan 3 tane nuqta o'tibdi. Hamma obyektni belgilaganda hamma nuqtalar ko'k, ko'rishi belgilangani qizil bo'lib turibdi. Eğer ben edit poliga o'tib, polidan chiqib, to есть nuqtadan chiqib kechirasizlar. Keyin FFT'ga o'tadigan bo'lsam, bu hamma berdi. Yana o'taman, nuqta o'taman. Nuqtalar belgilandi. FFT'ga o'tsam, ko'rish o'rnini berdi. Bir qaranglar. FFT'ning ichiga kiramiz, belgilaymiz. Hop, bat cho'zsam, mana ko'rish o'rnini ta'sir etdi, boshqa hech narsa ta'sir etmayapti. Ba'larni o'zgartirsam shu gap edi. Xullas kalom, ko'rib bir qismini bersak bo'ladi. Keyin modifikatorlar ust-ustiga bersak bo'ladi. Masalan, buni FFT berdimmi? Buni ustidan masalan endi edit poli beraman. Edit poli beramandan poligonni o'tib, yana poligonni belgilayman, kontrolni bostirib, yonmasini 2 marta bosaman. Keyin extrude ataman. Chut-chut extrude. Xo'p. Bu hokazo, keyin buni ustidan yana modifikator bersak, simmetriya beramiz endi. Shunday qilib ketaveramiz. Yana bu yerda stacklar paydo bo'ldi. Men bular orasida o'tib bilishimni emaslar. Aytvadim. Qachon bu narsa yo'qolib ketadi? Qachonki men mishkani o'ng tarafini bosib, convert to editable poly bossam, bu narsalar hammasi yo'qolib ketadi. Demak, shunday qilib o'zgartirsak bo'ladi ekan modifikatorlarni. Demak, primitivlar darsi bo'yicha ishlaydi. Keyingi darsimizda o'zi uyni 3D atamiz va imtihonda vazifada nima beradiganimiz hammasini qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Demak, keyingi darsda kutib qolamiz hammangizni.